Hammaga salom. Sizlar bilan birgalikda Ziyobek yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda mana shunaqa mana ko'rib turganinglardek tekis zonada yashab qolamiz. Bizga berilgan mana bunaqa narsalar. Mana bundan bir stak bo'lib qopti. Xo'p. Mayli, uch narsa qilmaydi. Bittasini ishlatamiz, qolganini yo'qotib yuboramiz. Xo'sh. Birinchi ravishda spawndan sal-pal uzoqlashgan holda narsalarni qurishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana bu daraxtni mana mashitga ekamiz. Va sal-pal uzoqlashamizda mana bu yerga tosh generatorini quramiz. O'zi qurish ancha beri esimdan chiqib ketgan. Nega shuncha paytdan beri video chiqmayapti desanglar, prosta vaqt bo'lmagandi. Endi vaqt bor mana. To'g'risi esimda ham yo'q qanaqa qilardi, 4 ta ko'lirmidi. Xo'sh, agar mana buni bu yoqqa qo'ysak, mana bittasini sindiramiz, to'g'rimi? Mana bu yerga shunda esimda yo'q, to'g'risi hozir qilib oling. Bo'ldi, mana topdim. Mana bu yerga suv. Keyin mana bu yerga lava. Umid qilamanki, to'g'ri. Bo'ldi, mana. Tosh generator ishladi. Endi birpas loy qo'yamiz, uy quramiz, bola battar qilamiz. Shuning uchun sal-pal mana bu yerlardan qilaveramiz. Boshladik. Bir stak tosh loy qo'ylagunimcha bemalol o'tiringlar. Ikki yaxshi ham. Endi buni ekamiz. Endi qachon hosil bo'ladi bilmayman-ku. Bungacha daraxtim ham hali o'smabdi. Endi birinchi kunni ham o'tkazib oldik. Xo'sh. Qo'y o'ldirsak bo'ladi lekin. Qayerga qochyapsan? Bu meni uyimga qochyapti. Yaxshi, men uchun yaxshi. Bo'ldi. Va nihoyat mana daraxtni chopib olamiz. Qancha kutdim shu daraxt o'sishini. Sekin chopiladi. Buni aytgancha yana mana bitta olamimda yangi video chiqadi. Qachonligini bilmayman, lekin yaqinda chiqadi. Shuni sizlarga aytib qo'yayotgandim. Xo'sh, endi sekin tosh qo'yamiz, tosh qo'ylash qatlaydi. Avval kerak narsalarni yasab olaylik. Mana sekin tosh qo'yamiz. Tosh qo'yaman. Oho, qachon bo'ladi bu endi? Mana uy-ko'y narsalarni ham qilib oldik, hammasini. Va bittagina taxta yetmay qoldi, bittagina. Yo, bo'ldi, yaxshi, omadliman-da, ko'rdinglarmi? Yaxshi, hammasiga qo'yamiz, spawn yoqamiz, bo'ldi. Bet qanaqadir g'alati bo'lib qo'ygan, mayli, rahmat qilmanglar. Xo'sh, sizlarga keyin mana anaqa qilganimni ham ko'rsataman. Qornim ochib ketganiga rahmat bermaysizlar, mana. Mana bu ham sekin o'satdi, o'sish bor. Maytda qishloq qilar, mana ko'ryaptim. Bo'ldi, xullas. Bugun necha kun bo'lganini sizlarga ko'rsatsam. Mana hozir bitta komanda orqali yozib ko'rsataman. Sizlar ham bilib olinglar, agarda Bedrockda o'ynaydigan bo'lsanglar, mana shu komanda sizlarga gaz qotadi. Mana hozir give emas, nima edi? Time query deytsizlar, mana shu komandani yozsanglar, ekraninglarni chap yuqorisida chiqadi. Mana. Mana chap yo'q. 2 kun yashadim atiga, 2 kun mana. Day is 2. 2 kun. Bo'ldi menimcha. Yana birpas kutib, oxiri bir balola qilib tashlaymiz.
Mana bunaqa narsa ham ekdim, aynan suv oldiga, boshqa suvimiz yo'q. Toshlik qilishga erindim. Endi sekin toshko'la ishlarini ochiq deb e'lon qilaman. Xo'sh, mana 30 ta toshko'ladi. Agar mana mashga ham tushibdi ikkita. Bo'ldi. Wow, 3-kun bo'lyapti, sekin yugurolmay qoldim shunaqa payt. Endi tez orada videolar chiqib turishi mumkin yoki yana bilmadim. Men harakat qilaman videolar tez chiqishiga. Like bosib obuna bo'linglar. Tezroq 500 ta, 1000 ta bo'lishimiz kerak. Xo'sh, mayli. Like bosib obuna bo'ling. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Bilaman, bu safar kam bo'ldi-yu. Yugurishga ham ovqatim qolmabdi даже. Mayli, bu safar kam bo'lganini to'g'ri tan olishim kerak. Bu safar kam bo'ldi. Keyingi safar unaqa bo'lmaydi. To'g'rimi? Tovuq. Chunki sen meni hozir oshqozonimga o'chasan. Baxtga. Men travlena bo'ldim. Ajoyib. Xullas, like bosib obuna bo'linglar. Videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Men ham toqat bor ekan. Xo'sh. Like'larni shaqillatib yig'ib tashlaylar. 7 ta like'dan keyin buni davomi chiqishi mumkin. Agar rostdan ham 100 kun yashagim, 100 kun yashaganim bilgili ketgan bo'lsa, hech qanaqa o'lmasdan iloji boricha harakat qilaman o'lmaslikka. Uni har ko'rmas bu. Mayli, like bosib obuna bo'linglar, 100 kun yashashga harakat qilaman. Xo'sh, videomiz tugadi. Like bosib obuna bo'ling. Rahmat, ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr.